O'z qaysi viloyatdan so'pa Buxoroliman. Buxoroni qayerida? Kogonga. Yigitimni o'zini hamsuyasi o'sha qizligini olgan bo'lgan ekan. To'yim bo'libdi jo'ra deb taklifnoma berishga borgan vaqti o'sha jo'ra kimga degan ana shu qayerdan ekan u qiz desa mana parkning orqasida yashaydi degan. San jo'ra yibamisan to'yni qaytar, men uni qizligini olganman senga olib kerakmi? Mana shunaqa degan. Xudoni bir urgani ham shudir-da deb qo'ydimda ichimga. Qaysi yo'nalishga o'qigansiz? Bank yo'nalishiga o'qiyman. Hozir ham o'qiyman. 4-kurs bitirdim. Keyin Narasi aytdilarki, "Razbilan uyimizga kelibsanmi?" dedilar menga. Endi sansirab gapirasizlar. Chunki o'sha yaqin bo'lib ketgandek-da onasiz bilan. Keyin "Razbilan uyimizga kelibsanmi?" dedilar. "Mani o'g'limni" dedilar, "uyga o'tirib qo'lga olishing kerak" dedilar. "Ko'cha-bachasi bo'lmasligi kerak, boshqa qizlarga bormasligi kerak. Sen har kun ishga bo'lasan, uyga bo'lmaysan, bu mehr izlaydi, ko'chaga chiqib ketadi, boshqa qizlar bilan yuradi" deb aytiblar menga. Men ham yoshi katta-ku, hayot tushunsa kerak-da. Hurmatli zot zo'r ekanda. Mosh rost aytiblar, men ishga bo'lsam, uyga bo'lmasam, erimga qaramasam, erim ko'chaga chiqib ketadi deb o'ylab, "Ha, ishimni yig'ishtiraman, lekin o'qishimni yig'ishtiraman. Yo, o'qishingga borib kelaversan, kontraktingni ota-onang to'lasin" deganiga, "Mana chestim balam, men yetim emas-ku, men ota-onam bor to'laydi. Bular pulga zo'r emas-ku men" degan fikr bo'lgan menga. Keyin hay deganman. Keyin menga aytdilarki, "To'ying kuni hijobga kirasan" dedilar menga. To'ying kuni hijobga kirasan, 5 mahal namozingni o'qiysan, uydan chiqmaysan. To'y, tug'ilgan kun, otam kasal, onam kasal degan narsalar yo'q dedilar. Men shu so'zdan faqat e'tibor berganim bo'ldiki, otam kasal, onam kasal degan narsa yo'q deysan degan gapga e'tibor berdim. Qolgan hech narsaga e'tibor bermadim. U men uchun hijobga kirib namoz o'qish mayli. Namozimni shuni ham o'qiyman, kirsam kirmasam hijobga. Yoki hijobga kirsam ham menga nima kerak o'zi? Meni oilam bor, to'g'rimi? Meni boqayku erim bor, farzandlarim bo'ladi dedim. Menga hayotga yana nima kerak degan narsani o'ylab, hay deganman. To'y tug'ilgan kunga o'zim men yoshligimdan qiziqmayman, bormayman. Ham dalilcha hozir erga tegmagan bo'lsam ham bormayman. Ko'ngillariga o'tirgan hijobga ingliz tili o'qituvchisi, men oddiy salonchi-ku endi, u ingliz tili o'qituvchisi. O'qiyapti, to'g'ri, o'qituvchisi emas, o'qiyapti. U kishi ko'ngillariga o'tirgan, "O" deganlar, ingliz tili o'qituvchi, ingliz tili dars berib zo'r pul topadi, bu salonchi pul topolmaydi deb o'ylaganlar-da. Bu yoqdan meni da'vat qilish boshlaganlar. Qaraydir qilib meni o'zimga aybni yuklab, meni ota-onamga qizingni o'zini aybi, menga gap qaytardi deb bekorga o'xshagan bozorga olib chiqmaganlar-da. Keyin mana qilib, so'xt qilib, chikkimiki qilib aran ochib tashlamoqchi bo'lganlar-da. Men bu narsani tushundim. Paytgam yetdi-da. Keyin uyga keldim, bo'lgan voqeani dadamga aytib berdim. Keyin dadam aytdilar, dadam jahllari chiqdi, chaqirtirdilar otasini. Yig'ishtir dedilar, "Karan sho'rmang" dedilar. 3-marta kelishing kerak dedilar. "Mayli" dedilar, "Bu hayot" dedilar. "Bitta gaplashgan bilan qizim yerga qolmaydi" dedilar. "Oladi boshqasi" dedilar. Masalan, "Men qizimga ishonaman" dedilar-da. "O'ziga dostoyni" dedilar. Nimani? "Ol, karamshorang yig'ishtir ket" dedilar-da dadamga ish qilib. Men o'sha vaqtda aytgan narsam bo'ldiki nanasiga, "Men sizni tushundim. Siz o'sha qizni ingliz tili o'qituvchiligi uchun, hijobkaligi uchun shunday qilibsiz, o'g'lingizga ham siz ko'rsatgansiz. Shu uchun u gaplashishni boshlagan." Shoqa dedim-da. Men aytdim, "Men ochiq-oydin gapirganim uchun ko'zingizga yomon ko'rinaman. U qiz o'ziga olgancha hi qiladi." Kimni bo'lsa ham jahli chiqadi u. Конечно. Qiladi. To'ydan keyin shunday ta'ziringizni beradi dedim. O'sha vaqtda meni eslaysiz. Mayli, men boshqa gapim yo'q. Sizni Xudoga solib, Xudo jazongizni bersin dedim. "Sen meni qarg'ama, tarbiyasiz. Birmalar" deb gapirdilar. Aytdim, "Men qarg'amayman" dedim. "Prosta Xudoga topshirdim" dedim. "Agar shera men nohaq bo'lsam" dedim, "Xudo meni jazoimni bersin" dedim. "Agar meni hayotimdan dedim, sizlar shuni o'zingizlar qilgan bo'lsangizlar" dedim, "Sizlarni Xudo jazolaringizni bersin" dedim. Keyin oldingi vaqtga 40 yilga qaytsa, 40 kunga qaytadi-da. Nima bo'ldi? Tamom, shu bilan ayrildik. Gaplashmadik. Aradan 2 oy o'tdi. 2 oy o'tdi. U qizga sovchilikka borganlar, oqliq-poqliq bir nimalar javob berdilar bo'lgan. To'y bo'lish kerak bo'lgan. Yigitimni o'zini hamsuyasi o'sha qizligini olgan bo'lgan ekan.
To'yim bo'libdi jo'ra deb taklifnoma berishga borgan vaqti o'sha jo'ra kimga degan ana shunda qayerdan ekan u qiz desa mana parkni orqasida yashaydi degan. San jo'ra yibamisan to'yni qaytar men uni qizligini o'rganman sanga u kerakmi mana shunaqa degan. Xudoni bir urgani ham shudir-da deb qo'ydimda ichimga. Keyin sraz nanasiga aytgan, nanasi borib uni doktorga aytganlar, короче, hammasi rasvo chiqqan. To'yi buzildi. 2 oydan keyin eshigim tayin taqlatib kelibdi nanas. Yig'lab, qizim meni kechiring. Oldin sallasdilar, kechiradi. Kechiring, qo'ying, tushunmovchilik bo'ldi. Ana o'g'lim ham o'zgardi. O'sha davom ettiraylik, biz yana sovchilikka kelaylik. Hech nima demadim, hech nima. Shu Xudo tepaga hech nima demadim. O'shanda dadam chiqdilar-da, nanasiga qarab aytdilar-da, ana shu eshikdan dedilar, men kirgizgandim ichkariga hurmati bor deb. Ana shu eshikdan dedilar, o'zing oyog'ing bilan chiqasanmi dedilar. Yo, oyog'ing sindirib kuttingga tiqib chiqarayman sherdan dedilar, dadam aytibdilar onasiga. Keyin nanasi aytibdi, "Meni hurmatim joyiga qo'ying" deb dadam aytibdilarki, "Sen hurmating davno yo'qotgansan, shallaqqa" deyibdilar-da endi dadam. Chiqib ketib berdim, men qizim javobini berdim, to'yi bo'ladi deb endi yolg'on aytibdilar. O'sha vaqt jahllarning ustiga jo'ralarning yo'liga beravermoqchi edilar, lekin jahli ustiga xato qilib qo'ymagin deb o'zimni holimga qo'ydilar-da. Keyin ana endi men yigitim it bo'lishini kuchuk bacha ko'nglim vashi qolib ketganda. Keyin men xato qildim, yosh ekanim, seni qadringni bilmadim, oldingdan o'tgan suvning qadri yo'q ekan. Mashqa bo'lib qiz bacha emas ekan. Ana sen onamni Xudoga so'gan ekaning, Xudodan topganimiz ham shudir. Masalan, shu gaplarni gapirdi-da. Keyin men aytdim, "Sen dedim, musursan" dedim. "Seni dedim, endi hayotingga dedim yaxshi qiz uchramaydi" dedim. "Sen o'zing musursan" dedim, "O'zingga o'xshagan musur qizlar uchraydi" dedim. "Sen majbursan o'sha musur qizlarga uylanishga" dedim. "Men tinch qo'ygin" dedim, "Menga dedim, dostoyni, normalniy erkakman degani keladi" dedim. "Men o'shanga tegaman" dedim. "Sen bo'lmaysan" dedim. Hamma yo'ldan cho'rni qilimda. Keyin bir soat 12:15 tutibdi. Keyin tamam, shunday bo'ldi ham. Shu bilan hozirgacha meni Instagramdan kuzatadi. Fake akkauntlardan yozadimi, tushunmayman. Lekin shu menga baribir-da. Bir qizni hayoti bilan o'yin qilib baxtli bo'lolmaydi dedim. Конечно, agar u menga aytsaydi shunaqaligini men uvlatishini qilmasdim. Masalan, o'zi menga, "Ha, bu qiz ana bacha bilan 2,5 yil gaplashgan" degan nomni olmasdim. Yoki u bilan gaplashib yurgan vaqtimga ham men uyimga sovchi kelmaganman. Sovchi kelgan, Allohga shukr. Sovchi ham kelgan, bachalar ham gapirgan. Lekin men o'sha vaqtda "Tupoyda yigitim bor" deganman. U bachalarning fikriga meni yigitim borligi qolgan, o'sha menga gapirmagan. Tushunasizlarmi? Men nechta nazorat qilganman. Mana shu qilgan. Tamam, shu bilan ishonmayman ham. Aytaman-ku, salomidan qanaqaligini o'sha sразу payqaygan bo'lganman. Qattiq nima bo'lganini. Insta'ingizni bering. Instagramni nima o'z bilmayman. Olibda ko'rayapman. Instagramim qiyin, lekin Bakhadirovna pastki chiziqcha O4. Dirovnani i'ni o'rniga 1. Короче, shu qilib bo'lganda bilsin. Balki keyingi kelayotgan odamga shunday loq bo'lma deb sinadimmi? Ili Bakhadirovna pastki chiziqcha 2 ta yoki bitta pastki chiziqchami O'cha 4cha. Yarim soat gapiribman, o'lsin. Yarim soatdan beri eshitib tursizlarmi? Zerikmaysizlarmi? Basharamga qarab eshitib turgandim. Sen qayerga tegdingizmi? Yo'q, beto'bada. Ol tekkarim yo'q, endi nasib. O'zi bu narsa bo'lganiga men u vaqtlar deb gapiryapman. 14-yanvar edi. 14-yanvar bo'lsa, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul 6 oy bo'libdi. Sizlar ustozini bo'lajak yeringizni oshnasi qizing olib qo'ygan ekan.